Bu model korpusini orqasida ham ikkinchi displeyi bor bo'lgan dunyodagi yagona smartfon. Ishonmaysiz, bu displey orqali hattoki o'yin o'ynasa ham bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Asus ROG Phone 9 Pro dunyodagi eng kuchli игровой smartfonlardan biri. Bu model aniq sizni qoyil qoldiradi. Chunki bu modelda dunyodagi eng kuchli protsessor Snapdragon 850 joylashtirilgan. Undan tashqari dunyodagi eng kuchli displey, ya'ni 185 Hz displey joylashtirilgan. Sony kompaniyasidan 50 megapikselli LYT 700 kamerasi o'rnatilgan. Undan tashqari telefonni o'yin uchun moslashgan chetida sensorli triggerlari mavjud. Sovutish tizimi shunchalik murakkab ishlanganki, soatlab o'yin o'ynasangiz ham telefon qizib ketmaydi. 607 dyumli amaliy displey va 5800 mAh akkumulyator, 65 Watt tezkor quvvatlash, stereo kolonka va IP68 standartida chang va suvdan himoya, 24 GB operativ xotira va 1 TB ichki xotiraga ega. Kelinglar konkurs qilamiz. Agar shu video 50 mingta like yig'adigan bo'lsa, shu modelni konkurs qilib o'ynaveramiz. Telefonni narxi qiziq bo'lsa, kommentariyaga plyus qoldiring.